Rom sizlar bilan yana salaman MC. Bugun biza davomiy videomiz ikkinchi qism cho'chqadan epik narsalar beradi videosi ikkinchi qismini chiqaramiz. Birinchi qismni ko'rmagan bo'lsanglar kanalga o'tib ko'rishlarni tavsiya beraman. Birinchi qism ham qiziqroq bo'lgan edi. Hop, boshladi. Xuddi shu joyda qolib ketgandim va men shu joydan boshlayapman va yana oldimizdan cho'chqa chiqmoqda. Toshli va oltinlar yaxshi. Adga borganda juda ham kerak bo'ladigan narsalar bu. Oltin pingvinchalarga berish kerak albatta. Yana cho'chqa, yana keneti. Mana oltin olmalar va nihoyat. Bizga kerak emas. Bundan bu ham kerak emas. 4 tagina beribdi. Bo'ldi. Hozircha shular kerak. Hamma joy hozirchalik cho'chqa ham oltin bo'lib qolgan. TNTlar berdi yana. TNT va olmoslar. Xo'p, ana bu cho'chqani ham o'ldirib yo'q qildik. Albatta biz adga borishimiz kerak edi. Birinchi qismda o'tmadik. Shu ikkinchi qismni chiqarmoqchiman. Yo'q, bizga kerak emas bunaqa narsalar. Oldida ikkita cho'chqani ko'ryapman. Biri bolasi, biri esa kattakon. Yana temiki. Bir dona ekan, TNTlar. Olsammikan? O'rniga bo'ldi. Buni daraja sizlar aytishinglar mumkin, Kaizodan chopgansan, Kaizodan bo'ladi. Men Kaizodan chopganim yo'q, men Kaizoni kanaldan mod olib video taqlayapman. Kaizodan olingan narsalar hech qanday yo'q, chunki Kaizo ham adga bormagan u yerda. O videosida mabodo borgan bo'lishi ham mumkin, bilmadim, men ko'rmaganman videosini. Prosta kanaldan modni olib sizlar uchun chiqaryapman bu videoni. Kirpani oldinga qo'yamiz. Ketdik endi yana oldidagi cho'chqalarni o'ldirmaga. To'xta, qayerga ketasan? Bizga beribdi. Kerak emas, 1 tiyinga qimmat. Meni uch. O'zimniki yaxshi ekan, o'zimniki normallik. Temir va olmoslar kerak, olamiz. Menga qo'y kerak emas. Nimani zakrit qilsam bo'ladi? Shu ham kerak emas. Yaxshi bo'ldi, menga boshqa narsa kerak emas. Endi yurishga qiynalaman albatta. Hozirchalik yechib qo'ysam. Nima bo'lyapti? Bo'ldi. Yana kech tushyapti. Yana kech tushyapti. Xo'p. Buni yo'q qo'yib nimaga uchmayapti-da? Tepaga ko'tarilsam, ko'tarilmayman. Yoqdagi tepaliga chiqib qaytadan noldan yashayman. Yana yurishga xalaqit beryapti mana bu. Tezroq yurish kerak. Seni ham ishlatib qo'yapman. Shu yerdan taxlayman. Yaxshi. 2 3 4. 1 2 3 4.
Zombilar kelishga ulgurishmadi. Menga ko'p xalaqit beryaptilar, bular qilaman. Endi bozor buzib qo'ydim. Iltimos, insofdan chiqadi. Ko'plar-ku. Yana kerak obsidian. Endi shu payt obsidianni qayerdan olaman? Ketdimi? Cho'chqani o'ldirib obsidian olib kelaman. Cho'chqa ham chiqmaydi endi. Tamam. Cho'chqalar ham qaytib chiqmasa kerak. Opo. Oldagimda bitta firibgar inson turibdi. Ey, bugun borib umuman omad kelmayapti. Juda zaten omad bo'lamanmi? To'g'rindagi tog'ga chiqaman, keyin video yo'qman. O'sha birinchi qismda ochgan bo'ldi endi chiqamiz. Arqa tomondan o'zimga kerak emas narsalarni olib kerak. Oltin olma. Buni o'zimga qo'yaman. Bu yo'q, bu keladi nima deyapsiz? Yaxshi. O'zimniki yaxshi emas ekan. Bu yerdan men sürasli orqaga ketaman. Sal to'g'ri olsam ketaman shu. Necha bo'ldi? Men ketdim. Abga yo'l. Qani ocha qol endi bo'ldi qil. Ocha qolsang-chi. Va mana ochdi, lekin qandaydir bug bo'ldi. Qo'yardim hozir. Ishga qiynalmayapman. Yomon joyda deb o'tda yomon joyda spawn qo'yibdi. Menga yoqmadi spawn qilgan joyi. Izini qo'yib kelyaptimi? Yo'q. Bunday emas-da. Ana men tushirib yuborishdi. Yaxshi.
nima bu? Vallahi men sizlar bilan tortishib o'tirmayman, shunchaki qochaman. Nima qanaqa adda meni spawn qildi? Umuman yoqgani yo'q unaqa ad. Men o'ylaganimki normalniy joy. Aytdim. Pingvinchalar qani? Pingvinchalar. Pingvinlar ko'rmaydi. Pingvinlar. Koydum. Kimyam kullanıyorum. Oltunmu olsam gapirdim. Minceler asar bozuldu. Ke davay ke. Hammeni. Ke. Ke aqli yetsa bo'ldi işte. Menga qarshi yo'q. Qani ke, hamman ke. 10 ga 1, 70 ga 1. Sen ham ke. Pastga tushib o'lib ket. Yana tushib ketdim. Abba. Nimaga o'lmayapman savol. O'lmaydigan bor ekan. Take it rock. Hey. Hey. Do'stlar, challenge bajara olmadim. Agar 3-qism bo'ladigan bo'lsa, juda ham ko'p vaqt ketib qolar edi. Challenge shu yerda yakuniga yetdi. Obuna bo'lib like bosishni unutmang do'stlar.
keyingi challenge qanaqa bo'lsin kommentariya yozib qoldiringlar. Kimni kommentariyasi ko'p like qilsa o'shani challenge'ni bajaraman. Ungacha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar.